bir vaqt o'zida samarasizlikni, ya'ni fair value gap ni to'ldiradi. Va uchinchisi bu fair value gap hozir aytib o'tgan instrumentlardan biri. Bu ko'pchilik eshitgan bo'lsanglar kerak. Ko'pchilik eshitgan bo'lsanglar kerak. Fair value gap buni yana kimdir imbalans deydi, kimdir disbalans deydi. Bu narx uchun magnit bo'lib, ertami kechmi uni to'ldirishga harakat qiladi. Va order block degan tushuncha, buni ham bilaman, aynan ko'pchilik bu so'z eshitgan va umuman order blocklar ham turi juda ko'p bo'ladi. Bu kuchli yuqoriga yoki pastga harakatni boshlagan sham hisoblanadi. Endi har bitta instrument bo'yicha kichkina ma'lumot beraman. Demak, strukturadan boshlasak agar, umuman struktura aytganimdek asosiy qurollardan biri hisoblanadi. Strukturani aniqlayotgan paytda biz ayrim tushunchalardan foydalanamiz. Ya'ni boss degan tushuncha, buni ham ko'p eshitgan bo'lsanglar kerak. Boss bu break of structure, ya'ni bu struktura buzilishi. Change of character, trend buzilishi. IDM degan so'z, endi buni kimdir ishlatadi, kimdir ishlatmaydi. Bu inducement, ya'ni bu minimum yoki maksimumdan birinchi likvidnost hisoblanadi. Demak, ko'p forumlarda, ko'p streamlarda, o'zi umuman internetlarda struktura to'g'risida ma'lumot berishayotgan paytda mana shunaqa chiroyli struktura ko'rsatiladi. Ya'ni misol uchun biz bu yerda nima ko'ryapmiz? Biz ko'ryapmiz bir tushuvchi trend. Keyin bu yerda bizda trend o'suvchiga aylanyapti va yana tushuvchi trend. Chiroyli maksimum minimumlar bu yerda tushishi, sootветственно bu yerda maksimum yoryapti narx, maksimumlar minimumlar yana ko'tarilyapti. Bu yerda yana narx bu yerda slom bo'lyapti, narx pastga ketyapti. Endi mana shunaqa chiroyli chiziqlar, mana shunaqa chiroyli formatdagi strukturani faqat umuman biz ko'ra olmaymiz grafikka qarasak. Nima uchun? Chunki grafikda asosan biz mana shunaqa holat ko'rishimiz mumkin. Men buni sal chetroqqa olib qo'ysam, men sizga tushuntiraman. Demak, nima ko'rishimiz mumkin bu grafik? Demak, grafikka qarayotganda biz ham mana shunga o'xshagan struktura ko'rishimiz mumkin. Demak, mana bu yerda biz ko'ryapmiz. Bizda asosiy minimumimiz hosil bo'ldi. Demak, bizda narx ko'tarilyapti bu yerda. Biz ko'ryapmiz, kuchli bir impuls bilan narx mana shu asosiy minimum zonasini o'tib ketdi. Bu yerda narx bizda switchable tanasi bilan pastda yopilyapti va biz nima ko'ryapmiz? Narx pastga ketib, уже закрепление bo'ldi. Biz buni asosiy maksimum belgilasak bo'ladi. Endi bu yerda mana ahamiyat bersanglar, narx mana tepaga ko'tarilyapti o'zini kichkina impuls korreksiyalari bilan. Biza ahamiyat bersak, mana bu bizda katta bir impuls bo'lgan, bu yerda hech qanaqa korreksiyamiz bo'lmagan. Va bu joydan narx taxminan 50 yoki 61% atrofida ko'tarilib, yana impuls korreksiyasi bilan pastga tushib, asosiy mana bu eng pastki nuqtani bizga yengilab beryapti va уже ko'tarilgandan keyin ahamiyat bersanglar, mana bu yerda ichki minimumimiz bor. Ya'ni inducement bu nima? Boya men aytganimdek, inducement bu asosiy maksimum yoki minimumdan birinchi likvidnost, mana birinchi likvidnost hisoblanadi. Minimum bizda asosiy minimum qachon hosil bo'ladi? Qachonki narx mana shu inducementdan o'tib ketgandan keyin bizda minimum hosil bo'ladi. Ya'ni bizda maksimumimiz bor, minimumimiz bor. Narx yana tepaga borib, mana shu zonalardan pastga impuls korreksiya bilan tushib, bizga asosiy minimumni buzyapti. Va keyin ahamiyat bersanglar, yana impuls bilan tepaga ketib, mana ichki birinchi biz har doim chap tomonga qarashimiz kerak. Va chap tomonga qarab biz agarda narx
ichki mana shu strukturadagi, bu bizada ichki struktura, mana ahamiyat bersanglar mana chizib qo'ydim. Bu bizada ichki struktura. Ichki strukturadagi birinchi minimummi yoki maksimumi, bu endi tushuvchi trendni bizada maksimum deb belgilaymiz. Asosiy birinchi minimumni, ichki minimum buzgandan keyin bizada asosiy minimum hosil bo'ladi. Keyin narx yana impuls korreksiyasi bilan o'zini asosiy minimumdan narx o'tib ketyapti. Narx bu yoqda switcha bilan pastda yopildi va endi bizning asosiy vazifamiz minimum topish. Minimum qachon hosil bo'ladi? Bu aytganimdek, birinchi inducement, ya'ni birinchi ichki strukturadagi maksimumni narx buzib o'tsa, o'shanda narx bizda minimum hosil bo'ladi. Biz bu yoqda ko'ryapmizki, narx o'zini impuls korreksiyasi bilan ko'tarilib, bu yoqdagi ichki strukturadagi birinchi inducementgacha yetib kelmasdan yana impuls korreksiya bilan pastga tushyapti. Va faqat mana bu yoqda narx impuls va korreksiya bilan ko'tarilib, mana birinchi chap tomondagi birinchi inducementni buzib beryapti. Bizada asosiy minimum hosil bo'lyapti. Demak, mana asosiy maksimum bu yoqda, asosiy minimum bu yoqda. Bu asosiy maksimum bizada qachon hosil bo'ladi? Qachonki narx o'zini impuls korreksiyasi bilan asosiy minimumdan buzib o'tgandan keyin bizada asosiy maksimum hosil bo'ladi. Bu yoqda biz ahamiyat bersak, narx yana ko'tarilib, bu yoqda bizada asosiy inducementni, ya'ni ichki minimumni buzib beryapti. Bu bizada inducement bo'ladi. Inducement. Va bizada asosiy minimum hosil bo'ldi. Endi mana ahamiyat bersanglar, narx bizada impuls korreksiyasi bilan o'zini impuls korreksiya bilan pastga tushyapti. Va bu yoqda ahamiyat bersak, narx asosiy maksimumi mana shu bo'ladi. Mana bu emas. Nima uchun? Chunki aynan mana shu joydan narx o'zini impuls korreksiyasi bilan asosiy minimumni buzyapti. Va bu yoqda narx ko'tarilib, asosiy maksimumni o'tgandan keyin bizada asosiy minimum hosil bo'ladi. Va bizada cho'ch bo'ladi, ya'ni change of character, trend buzilishi. Demak, bu yoqda tushuvchi trenddan o'suvchi trendga bizada mana shu joyda narx o'zgardi. Endi bizning asosiy fokusimiz faqat bayda bo'ladi. Demak, bu bizning ichki strukturamiz bu ko'rinishda bo'lgan bo'lsa, bizada asosiy tashqi struktura bu ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni mana ko'rib o'tganimizdek, narx mana shunaqa impuls, korreksiya, mana bu yerda impuls, korreksiya, impuls, korreksiya. Mana shu полный движение, mana bu harakat. Bu yerda bizada asosiy minimum bu yoqda bo'lyapti, chunki biz faqat bu yoqda chap tomondan inducement o'tdik va bu tomonda maksimum bo'ladi. O'shaning uchun asosiy bizning strukturamiz mana shu hisoblanadi. Va bu yoqda ham asosiy struktura bu ko'rinishda, asosiy struktura bu yoqqa, bu yoqda biz ko'ryapmiz asosiy maksimumdan narx o'tyapti va biz asosiy demak trendni aniqladik. O'sha bu yog'iga, narxga qarab biz faqat fokusimizni bayga qaratamiz. Demak, bu struktura to'g'risida hozir men sizga shunaqa bir diagramma shaklida ko'rsatib beryapman hammasini. Hozir grafikka o'tib, hammasini tushuntirganimdan keyin grafikka o'tib, hammasini yana ko'rsatib beraman. Demak, likvidnost degan so'z boya men aytganimdek, hammani og'zida shu, hammani qulog'ida, hamma eshityapti, bilyapti, lekin likvidnostlarning turi juda ko'p. Likvidnost bu juda ko'p. Demak, likvidnost o'zi boya men aytganim nima? Likvidnost ahamiyati nimadan iborat? Boya men aytganimdek, bizani shu SMC va ICT strategiyada asosan banklar tomonidan, bank tomonidan narxlar boshqariladi. Demak, bank iqtisodiyot ehtiyojlarini qondirish va milliy valyutani kursini ushlab turish uchun yetarli hajmda xorijiy valyuta bilan ayirboshlash operatsiyalarini amalga oshirishi shart.
Demak, bu nima degani? Bu degani, misol uchun o'zinglar hammanglar bilasizlar, bizada o'zi har bir bozor, har qanday bozor munosabatlari bu talab va taklif, ya'ni sпрос va предложение asosida quriladi va bank o'z talabini qondirish uchun unga yetarli taklif muhtoj. Ayrim paytlarda bozorda hajm yetarli bo'lmaydi va shuning uchun banklar algoritmdan foydalanadi. Algoritm vazifasi nima? Algoritm vazifasi narxlarni aynan likvid joylarga olib boradi va misol uchun retail segment uchun ko'rinadigan likvidlik darajalar yaratib beradi. Misol uchun mana bu misolga qarasak, biz bu yoqda nima ko'ryapmiz? Biz ko'ryapmizki, narx o'zini impuls korreksiyalari bilan pastga tushyapti. Qaysidir mana shu darajadan yana tepaga ko'tarilyapti. Mana ahamiyat bersak, ikkita двойной вершина degan tushuncha, menimcha bu ko'pchilik sizlardan eshitgan bo'lsa kerak shu narsani. Demak, equal high yasab beradi va shunaqa grafikda ko'pchilik texnik analiz, misol uchun foydalanayotgan ishtirokchilar, treyderlar, retail segmentdagi treyderlar, ular bu yoqdan sellga pozitsiya qidirishga harakat qilishadi va asosan shu buni tepasiga stop qo'yishga harakatlanadi. Chunki mana shu tepadagi zona bu juda stop, mana bitta sell olgan treyderlarni stoplarni juda ko'plari mana shu yerda joylashgan. Demak, narx ya'ni banklar algoritmdan foydalanib mana shunaqa struktura yasab beradi va mashdan savdoga kirishga chiroyli bir figuralar, o'sha boya aytganimdek двойной дно, тройная вершина va hokazo shunaqalarni yasab bu yoqqa savdoga kirishga bir imkoniyatlar yaratib beradi va keyin treyderlarni stoplarini olishga harakat qiladi. Ya'ni qanaqa qiladi? Mana ko'pchilik bilsanglar kerak, bu menda ham shunaqa ko'p bo'ladi. Ya'ni qilgan analizim to'g'ri chiqdi, lekin meni stopimni oldi-yu narx pastga qarab tushdi. To'g'rimi? Shunaqa narsa ko'p bo'ladi. Ko'pchilikda nima uchun shunaqa bo'ladi? Ya'ni bizlar ko'pchilik treyderlar nima o'rgangan? Mana shunaqa figuralar ko'rsa, shu joydan sellga harakat qilishni boshlaydi. Lekin biz har doim o'sha boya aytganimdek chap tomonga qarashimiz kerak. Shuni tepasida qanaqadir bir strukturani ichida qanaqadir bir order blokga, qanaqadir bir fair value'ga disbalans, imbalans bo'lishi mumkin va narx aynan o'shani to'ldirish maqsadida shu zonani buzadi. Ko'pchilik mana shu sellga kirgan treyderlarning stoplarni oladi va pastga tushib ketadi. Ya'ni poyezddan tushirib yuboradi, o'zi minga qo'yib ketadi. Bu yerda ham ko'rishimiz mumkin, mana narx buni yasayotgan paytda, ya'ni equal high yasagan paytda parallel tarzda bu yerda equal low'larni ham yasadi. Equal low nima degani? Bu bir urovenda turgan shunaqa bir narx, ya'ni aynan shu joyiga narx kelib uriladi. Bir marta uriladi, ikkinchi marta urilganda bu yoqda kichik time frame'ga ko'pchilik kirishga harakat qiladi. Bu yoqda o'zini yana подтверждение qilib, mana bu yoqdan buyga kirishga harakat qiladi va stoplarni qaqib qo'yadi. Stoplarni ko'pchilik mana shu urovень tagiga qo'yishadi. Bu esa narx uchun, aynan bank uchun kerakli zona. Chunki bilasizlar, banklar baribir katta hajmlarda valyutani ayira boshlashadi va katta ob'yomda kirish uchun ular aynan, misol uchun men bu yoqdan buy yoki sell qilmoqchiman, ular bunaqa qila olmaydi. Nima uchun? Chunki ob'yom ko'pligidan iloji bo'lmaydi. Shuning uchun ular kichkina ob'yomlarni qilib, misol uchun deydi, bir min lot ob'yom deydi. Endi bu albatta kam. Endi ular 100 lot qilib kichkina anaqa ob'yomlar bilan kirishga harakat qiladi va
Mana bu yoqda ko'pchilikni stopi turadi. Stoplar narx uchun banklar, aynan institutsional treyderlar uchun, bu katta hedge fondlar va hokazo o'shalar uchun bu stoplar benzin, ya'ni qanaqadir bir to'pliva energiya sifatida ishlatiladi. Bu yoqda nima ko'rishimiz mumkin? Stoplar bu yoqda turadi. Ko'pchilik bu yoqda bayga kirganlarni narx nima qiladi? Stoplarni uradi pastga. Bu yoqda zakreplение qiladi pastda. Switcha уровень tagida. Ko'pchilik уровеньdan proboyga ishlayotganlar bu yoqda sellga kirishga urinishadi. Lekin bu bir manipulyatsiya shakli bo'ladi. Ya'ni bu manipulyatsiya ikki tomonlama stoplarni olish maqsadida qilinadi. Ya'ni stoplar olinib, kerakli ob'yomni bank yig'ib oladi, institutsionalniy treyderlar yig'ib oladi va o'sha narx o'zini kerakli manziligacha keyin ketaveradi. Demak, bu birinchi misol. Ikkinchi misol bu sessiya likvidnostli. Ya'ni ko'pchilik hammamiz bilamiz, kechirasiz. Ko'pchilik bilamiz, bizda asosiy Aziya, London va New York sessiyalarimiz mavjud. Bu nima degani? O'zi Forex misol uchun 24 ga 5 ishlaydi. Aziyadan boshlanadi kun, ya'ni Aziyada savdo qilishi boshlanadi. Avstraliya, Nova Zelandiya, Yaponiya, Xitoy va hokazo. Demak, bizda mana shu strategiyada shuni ahamiyat bildik, что Aziya London uchun likvidnost bo'lib ketadi, London esa New York uchun likvidnost bo'ladi. Ko'p paytda mana Aziya mana shunaqa o'zi maslahat berilmaydi Forexda savdo qilishda, qilayotgan paytda Aziyada umuman savdo qilmaslik. Nima uchun? Chunki Aziya bizga kunni diapazonni ko'rsatib beradi. Ya'ni o'sha diapazon soat bizani Toshkent vaqtida o'sha soat 10 da ma'lum bo'ladi. O'sha diapazon hisobiga biz o'sha aniqlashimiz mumkin. Ya'ni logikani asosida tepada qanaqa highimiz bor, pastda qanaqa minimumimiz bor, shuni asosida London harakat qiladi Aziyani maksimumini olishga. London maksimumi esa asosan New York uchun likvidnost bo'lib turadi. Ya'ni mana bu Londonda o'sha savdoga kirgan treyderlar asosan stopini buni London sessiyani tepasiga qo'yishadi va narx tushayotgan paytda ham mana shunaqa likvidnost yasab beradi. Ya'ni mana shu joyda ham sellga kirganlar bor, bu yoqda buyga kirganlar bor, buni tagida stoplar bor, mana bu yoqda stoplar bor. Mana shu polniy zona bu likvid zona hisoblanadi. Va bizani Toshkent vaqtida o'zi pre-market Amerikani soat yozda mana soat 5 da, kech payt 17:00, 17:30 da New York NYSE, ya'ni New York fond birjasi ochiladi va bilsanglar, ko'pchilik biladi va shuni o'zi bilish kerak. Haqiqiy treyder o'sha payt ko'p отчетlar chiqadi, yangiliklar chiqadi. Misol uchun bezrabotica bo'yicha chiqadi. Mana o'zinglar shundoq kecha mana yangilik bo'yicha mentorimiz ma'lumot berishdi. Ya'ni o'sha paytda ko'p yangiliklar chiqib, ko'p manipulyatsiyalar bo'ladi. Manipulyatsiyalar bo'lib, New York ko'pincha mana bu yoqda qolib ketgan likvidnost uchun охота qiladi. Ya'ni stoplarini olib, yangilikda reski impulslar bilan tepaga chiqib, ko'p paytlarda Londonni maksimumni olishga harakat qiladi va mashhur turgan hamma retail treyderlarni savdodan, ya'ni bozordan chiqarishga harakat qiladi. Keyin yana bitta kuchli bir xususiyat bor shu strategiyada, bu aynan vaqt bilan ishlash. Vaqt bilan ishlash degani, misol uchun indekslarda bu asosan amerikanskiy sessiya hisoblanadi. Nima uchun? Chunki bu yoqda Amerika, New York ochiladi. Shu bilan London
yopiladi soat 8 da, keyin Londondan oldin yana bitta sessiya bor. Juda ko'p manipulyatsiyalar bo'ladi va bu grafikka o'tganimizdan keyin biza hozir bu narsani ham sizga ko'rsatib o'taman. Demak, bu yerda nima qolib ketdi bizada? Bank asosiy vazifasi bu narxni shakllantirib beradi. Ya'ni boya aytganimdek, mana bunaqa figuralar yaratib beradi, mana shunaqa trendoviy likvidnost yasab beradi va o'z operatsiyalarini amalga oshiradigan likvidlik zonalarini yetkazib beradi narxni. Likvidnost ko'pincha impuls bilan olinadi. Misol uchun mana yana bitta likvidnost turi bor bizada. Bu trendoviy likvidnost hisoblanadi. Trendoviy likvidnost hisoblanadi. Biza bu yerda nima ko'rishimiz mumkin? Misol uchun bizada bir tushuvchi trendimiz bor. Bizada asosiy maksimum bor, mana minimum bor, maksimum bor, mana bitta minimum bor. Minimum qachon hosil bo'ldi? Mana bu ichki birinchi minimum buzganimizdan keyin bizada asosiy minimum hosil bo'ldi. Mana asosiy maksimum. Narx tushayotgan paytda shunaqa bir trend likvidnost bizga yasab berdi. Ko'pchilik mana shu trend likvidnost buzilganda narx savdoga kiriladi. Lekin struktura asosida, strukturani biza tahlil qilganimizda biza ko'rishimiz mumkin, narx bizada tushuvchi trendda va mana shu harakat, narxning mana shu harakati mana shu joylarda, ya'ni trenddan urilib narx pastga ketgandan keyin mana shu joylarda sell pozitsiyalarni olish uchun, mana shu yerdagi stoplarni olish uchun mana shunaqa impuls bilan narx keladi. O'zini mana shu yerdagi order blok yoki qanaqadir bir fairvalue yopadi-yu, keyin yana impuls bilan hamma stoplarni olgan holda keyin o'sha narx yana o'zini tushuvchi trend bo'ylab harakatini davom etadi. Demak, bu likvidnost to'g'risida ayrim ma'lumot edi. Hozir fair value gap to'g'risida, ya'ni disbalans, imbalans to'g'risida ma'lumot bermoqchiman. Bu so'zni ham ko'pchilik eshitgan, lekin bu o'zi nima? Fair value gap bu o'zi 3 ta sham shakllanishi shaklida bozor samarasizligi, ya'ni neeffektivnost zonasini bizga ko'rsatib beradi. Agarda biza mana shu biza anaqani ko'rsak, mana shu bir diagrammani ko'rsak, biza bu yerda nima ko'ryapmiz? Bir o'suvchi trend ko'ryapmiz. Narx bizada asosiy maksimumdan o'tdi va o'zini impuls, korreksiya impuls bilan ko'tarilyapti. Ahamiyat bersanglar, mana buni 3 ta sham formatsiyasi kerak bizga. Demak, 3 ta sham formatsiyasi bizada, mana bu birinchi switch olsak, bu ikkinchi switch olsak, bu uchinchi switch bo'ladi. Biza birinchi switchani maksimumidan uchinchi switchani minimumigacha tortamiz. Mana shu joy bizda fair value gap hisoblanadi. Fair value gap nima? Bu o'rta shamda, mana shu o'rta shamimiz, bu yerda gap paydo bo'ladi. Gap degan so'zni ko'pchilik eshitgan va gap paydo bo'ladi. Bu yerda nima uchun bu gap paydo bo'ladi? Birinchidan, bu yerda katta kuchli krupniy igrok hosil bo'lishi bizga narx ko'rsatib beryapti. Ikkinchidan, bu joyda faqat buy pozitsiyalar bor edi, sell pozitsiyalar yo'q edi, yoki ozgina bor edi, unaqa ko'p emas va aynan mana shu joyda bizda neeffektivnost, ya'ni samarasizlik zonasi hosil bo'ldi va narx o'zini impuls, mana korreksiyasi bilan va narx shu joyni neeffektivnost, ya'ni samarasizlik fair value gapni u qoplash, ertami kechmi qoplashga harakat qiladi. Biz ko'ryapmiz, narx pastga tushyapti va fair value gapni 3 ta asosiy zonasi mavjud bo'ladi. Bu yuqori qismi, o'rta 0.5 zonasi va pastki zona, bu eng kuchli zona hisoblanadi. Demak,
bu fairvalue kelib narx har doim to'ldirishga harakat qiladi. Chunki bu yerda o'zini klubni igroki minusi ham bor. O'sha minusni to'ldirib narx tepaga harakat qiladi. Demak, men boya aytganimdek, 3-svichada, men bu 2-svichada bu tomonlardan birining, ya'ni o'suvchi trendda sell buyruqlari yo'q yoki juda kam, soni juda kam. Bozor o'zi talab va taklif konsepsiyasi asosida qurilgan sababli har bir narx oralig'i ikkala tomonidan ikki tomondan kelish kerak va bozorda har doim samaradorlik, effektivность bo'lishi kerak. Bu o'zi faqat bozorda emas, umuman tabiatda ham shu narsa mavjud. Ya'ni har doim hamma narsa balansda bo'lishi kerak. Shuni hisobiga narx shu disbalansi qoplashga harakat qiladi va fair value gapga retest bo'lib qaytish ehtimoli juda ko'p. Demak, bu o'suvchi trenddagi vaziyat. Mana bu tushuvchi trenddagi vaziyatni ham ko'rib chiqishimiz mumkin. Biz bu yoqda nima ko'ryapmiz? Biz ko'ryapmiz narx o'zini impuls koreksiya, impulslar bilan narx pastga tushyapti va biza 3 ta svichani anaqasini olamiz, shakllanishni ko'ramiz. Mana birinchi, ikkinchi, uchinchi svicha. Ya'ni buni birinchi svichani minimumi, uchinchi svichani maksimumi biz ko'ryapmiz. Bu yerda disbalansimiz yo'q. Bu yerda ham bizda disbalans yo'q. Mana bu yoqda narx mana tushyapti. Mana bu yerda kichkina disbalansimiz bor. Kichkina bo'lsa ham disbalansimiz bor. Bu yoqda yana ko'ryapmiz. Mana 3 ta impulsli svicha mavjud bo'ldi bizda. Mana birinchi svicha, ikkinchi svicha va uchinchi svicha. Ularning orasida ham bizda disbalans bor. Va ko'pincha shunaqa narsa bo'ladi. Mana bu yerda ham shunaqa ko'rsatilgan. Bu hozir grafikda ham o'tamiz. Shunaqa narsani ko'rsataman. Narx o'zini impulsi bilan qanaqadir bir asosiy maksimum yoki minimum buzilganda u ko'pincha shunaqa bir fair value gap bilan buzadi. Biz bu yerda ko'rishimiz mumkin. Mana shu asosiy minimum edi. Shu paytgacha mana narx kelib o'zini impulsi bilan shu asosiy minimum narx buzyapti va bizga fair value gap hosil bo'lyapti. Fair value gap hosil bo'lgandan keyin biz ko'rishimiz mumkin, narx ko'pincha shu joyga qaytadi. Shu joyga qaytib, o'shani fair value gapni to'ldiradi-yu, keyin yana impuls bilan pastga tushishga harakat qiladi va shu 3 ta svichada ham biz ko'rishimiz mumkin. Bu yerda ham fair value gapimiz bor. Bu nima degani? Bu ochiq fair value gap degani bu har doim narx uchun bir magnit sifatida bo'ladi va hozirmi, keyinroqmi yoki ertasi kunimi, lekin bu zona baribir yopiladi narx bilan. O'shaning uchun fair value gap biz uchun bu strategiyada asosiy rollardan biri bo'ladi. Demak, 4-chi bizani konsepsiyani asosiy quroli bu order blok. Boya aytganimdek, order blok turi juda ko'p. Order bloklar har xil bo'ladi. Men sizga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Demak, birinchidan asosiy demak order blokki uchun asosiy shartlari bo'lishi kerak. Ya'ni biz nima ko'ryapmiz bu yerda? Demak, asosiy shartlari bo'lishi kerak. Birinchidan order blok nima bu? Order blok bu bir svicha hisoblanadi. Qaysi svicha? Misol uchun mana bu yerda ko'ryapmiz, mana aynan mana shu svichadan bizda tepaga harakat boshlandi. Aynan mana shu svichani biz inobatga olishimiz kerak. Demak, birinchi asosiy sharti bu struktura buzilishi kerak. Ya'ni mana bu biz ko'ryapmiz, bizda struktura buzildi. Bu yerda struktura buzildi. Ikkinchi shartimizdan biri bu oldingi svichani likvidnosti yechilishi. Likvidnost yechilishi mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Mana bu ko'k svicha aytgancha svichani rangi farqi yo'q. U qizil bo'ladimi, qora bo'ladimi, yashil bo'ladimi farqi yo'q. Aynan mana shu eng pastdagi svicha bu oldingi svichani minimumini olyapti mana.
Keyin uni orasida bu yoqda bizda fair value gapimiz, mana disbalansimiz bor. Va mana shu tepaga ketayotgan harakat asosiy strukturani yoki ichki strukturani mana buzdi. Va biz uchun bu haqiqiy order blok deb olishimiz mumkin va biza bu joyni belgilaymiz. Keyin bu yoqda ko'rishimiz mumkin, narx yana o'zini mana impuls bilan tepaga kelgan, keyin korreksiya bilan pastga tushdi. Va yana o'zini impuls bilan bizda strukturani buzib beryapti. Bu yoqda struktura buzilyapti. Undan keyin ko'rishimiz mumkin, switcha, mana shu switchadan harakat boshlandi. Oldingi minimumini mana bu yoqda olyapti. Narx mana oldingi minimumini olyapti. Plus uni kichkina bo'lsa ham disbalansi bor. Demak, bu switcha biz uchun order blok deb biz qabul qilishimiz mumkin. Buni sal chetroqga qo'yib qo'ying. Keyin yana nima ko'ramiz? Mana impuls bilan narx keldi, korreksiya bo'ldi, yana impuls bilan kelib, endi narx sekin impuls va korreksiyalar bilan tushib kelyapti pastga. Ahamiyat bersanglar, mana shu bitta switchamiz bor. Bitta switcha, bu switcha nima qilyapti? Bu nafaqat oldingi switchani maksimumini buzyapti. U umuman mana shu yerda kelayotgan strukturani, mana impuls, korreksiya, mana mana shu turgan strukturani maksimumini buzib beryapti. Bu nima degani? Bu degani mana shu switchani soyasi biz uchun juda ham kuchli zona hisoblanadi. Va buni biza order blok hisoblashimiz mumkin. Uni ko'pchilik avtoblok deydi, kimdir uni rejection blok deydi, kimdir uni switchni снятие likvidности deydi. Uni nomi ko'p, lekin bizga nomi shart emas. Bizga asosiy buni ishlash prinsipi kerak. Xo'p. Demak, bu yerda mana ko'ryapmiz, narx yana bu yoqqa keldi pastga va mana biz har doim narxi grafik chapiga qarashib, chap tomonga qarashimiz kerak. Mana shu inducement deb ko'pchilik belgilab qo'yadi. Mana shu zonani nima uchun? Chunki ko'pchilik mana demak narx mana bunday kelyapti. Impuls, korreksiya. Impuls ko'pchilik mana shu zonani korreksiya sifatida kechirasiz. Korreksiya sifatida ishlatadi. Lekin bu korreksiya noto'g'ri korreksiya bo'ladi. Noto'g'ri korreksiya nima uchun? Chunki ahamiyat bersanglar, mana bu uzun switchani ichida mana shu hamma 3 ta switcha joylashgan. Mana ahamiyat bersanglar, buni switchani maksimumi mana bu switchani minimum, bu hammasi inside bar hisoblanadi. Va inside bar bo'lgani uchun bu yerda haqiqiy korreksiyamiz yo'q. Va narx mana shunaqa shaklda ko'tarilyapti. Impuls, korreksiya. Bo'ldi. Ovoz kelyapti, plus e'tiboringlar. Bo'ldi, ovoz kelyapti, yaxshi. Demak, men bitta hozir yana takrorlayman. Demak, ko'pchilik mana shu joyni korreksiya deb belgilaydi. Bu korreksiya noto'g'ri. Nima uchun? Chunki mana shu switchani ichida mana shu 3 ta switcha hosil bo'ldi. Va bu switcha mana shu 3 ta switcha bu katta switchani na maksimumini buzyapti, na minimumini buzyapti. Shuning uchun bu yerda haqiqiy korreksiya yo'q. Va narx mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Impuls, korreksiya. Bu yerda impuls bu yoqqa kelyapti, bu yerdan impuls bu yoqqa o'tkazyapmiz, chunki bu yerda korreksiya yo'q. Impuls bu yog'ida уже impuls, korreksiya. Mana bu yerda impulsimiz, korreksiyamiz yo'q, chunki biz bu yerda maksimum buzmayapmiz.
narx mana shugacha kelyapti. 1 minut. Demak, ahamiyat bersanglar, bu yerda minimum bo'lgani bilan bu haqiqiy minimum va ichki strukturadagi minimum biza olmaymiz. Bu bir krupniy игрок lavuşkasi hisoblanadi va mana shu order blok ham biz uchun biza ishlatmaymiz. Nima uchun? Chunki bizani strategiyada order blok ishlatiladi qachonki narx birinchi inducementdan o'tgandan keyin, ya'ni birinchi ichki strukturadan o'tgandan keyin mana shu blok bizda haqiqiy to'g'ri blok hisoblanadi. Va narx bu yoqqa kelgandan keyin bizani vazifamiz, bizda o'suvchi trend. Bizani vazifamiz bu yoqda уже buy pozitsiya qidirishimiz kerak bo'ladi. Endi yana bitta narsa tushuntirmoqchiman. Qarang, misol uchun bu katta time frame'dagi struktura, ya'ni katta time frame bu H4 bo'lishi mumkin, H1 bo'lishi mumkin, M15 farqi yo'q. Kim qaysi struktura soatda, kim qaysi time frame'dan analiz qilsa, shu struktura bo'yicha mana narx o'zini misol uchun H4 order blokiga kelgan. Shu payt bizani vazifamiz mana shu joyni men zoom qilib qo'ydim. Shu joyni bizani vazifamiz уже savdoga kirishimiz kerak bo'ladi va подтверждение, ya'ni tasdiq topishimiz uchun biz kichkina time frame'ga o'tamiz. Va agarda biz H4 da analiz qilgan bo'lsak, M15 ga o'tamiz. H1 bo'lsa M5, M15 bo'lsa M1 ga kirib, bizani asosiy vazifamiz narx savdoga kirishimiz uchun biz shunaqa strukturani ko'rishimiz kerak. Biz bu yerda nima ko'ryapmiz? Narx mana order blokka keladi. Order blokka kelgandan keyin biz kichkina time frame'ga o'tamiz va biza ichki slom kutishimiz kerak. Narx bizaga mana shunaqa ichki slom qilib beradi. Ya'ni smena xarakteri, change of character cho'ch bo'ladi. Shuni belgilaymiz va bizaga birinchi ichki strukturadagi inducementni narx bo'zab o'tish kerak. Mana shuni bo'zgandan keyin biz bu yoqda уже misol uchun bu M1 bo'lsa M1 blok belgilaymiz va narx shu joyiga kelganda biz bu yoqdan уже savdoga kiramiz. Stopni bu yoqqa qo'yamiz asosiy minimumga. Stake'ni qo'yamiz asosiy maksimumga. Endi bu yoqda yana stop qo'yish diapazoni yana qisqartirishimiz mumkin. Nima uchun? Stopni mana bu yoqqa qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Nima uchun stopni bu zonaga qo'yamiz? Asosiy minimum bu zonaga emas. Chunki ahamiyat bersanglar, bu switcha уже oldingi likvidlarni hammasini yig'ib olgan va narxga algoritm, ya'ni bankovskiy algoritm uchun narx bu yoqqa pastga tushirish kerak emas. O'shaning uchun bu strategiyani yana bitta plus tomoni shundan iborat, bizda stop diapazoni juda past bo'ladi. Kichkina bo'ladi. Biz mana shunaqa sootnosheniyada savdoga kirishimiz mumkin bo'ladi. Buni hozir grafikda ko'rsatib beraman. Aynan mana shu oldingi hafta tilla bo'yicha xuddi shu strategiya, xuddi shu tartibda savdoga kirilgani bo'yicha ko'rsatiladi. Endi bu yerda order blok massada bu yerda снятие основного минимума edi, ya'ni asosiy minimum yechilganda biz mana shu struktura asosida savdoga kirdik. Demak, order blok yana bitta turi bor. Mana bu yoqqa ahamiyat bersak, mana bu tepadagi. Demak, buni sal chitroqga olib qo'ying. Agarda narx mana asosiy maksimum yoki inducementni kelib buzganda impuls bilan narx kelyapti. Korreksiya bilan narx ko'tarilyapti.
ko'pincha sizlar ko'rgan bo'lsanglar kerak, bu switcha asosiy maksimum yoki minimumi kelib soyasi bilan buzadida va narx tana, ya'ni switchani tanasi mana shu narx diapazoniga kirib mana shu yerda yopiladi. Bu biz uchun birinchi signal hisoblanadi. Mana bu switchani vazifasi nima edi? Bu switchani vazifasi mana shu yerda turgan hamma stoplarni, undan oldingi turgan mana shu yerda turgan retail traderlarning stoplarni olib narx yana diapazonga qaytyapti. Bizani mana shunaqa situatsiyani ko'rganimizda bizani nima vazifamiz? Vazifamiz bo'ladi keyingi switchani kutishimiz kerak. Keyingi switcha shu oldingi switchani minimumini pastida yopilishi kerak. Mana buni minimum tagida yopilishi kerak. O'shanda mana shu switcha biz uchun order blok bo'ladi. Mana shu switcha order blok bo'ladi va narx уже retest bo'lib shu blokka qaytganda biz trend bo'ylab yana savdoga kirishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni mana shu shaklda order blok kuchli bo'ladi. Bu avtoblok deyiladi. Yana bitta blok turi bor, bu односвечное снятие likvidности bo'ladi. Ya'ni bu nima? Bu narx bitta switchani o'zi bilan, bitta switchani o'zida hamma likvidnostlarni yechib chiqib ketadigan bo'ladi. Demak, mana shunaqa vaziyat ko'rsak, mabodo. Qarang, narx kelyapti va asosiy maksimumi yoki asosiy inducement boya aytganimdek ichki strukturadagi minimum yoki maksimum kelib buzsa va tanasi bilan pastda yopilsa. Mana shu switchaga ahamiyat bersak, switchani tanasi mana oldingi switchani maksimumini tagida yopilgan va mana bu polniy soyasi, switchani soyasi hamma mana bu tagi stoplarni yeb olgani diapazonga yana qaytib kelyapti. Diapazonga ham qaytib kelyapti va mana shu switcha biz uchun kuchli bir blok hisoblanadi. Biz keyingi switcha pastda yopilib yana qaytgandan keyin bu joyda yana savdoga kirishimiz mumkin bo'ladi. Endi hozir ozgina tushuncha berdim. Hozir shu narsani real grafikda ko'rsatmoqchiman. Aynan oxirgi demak oxirgi tilla bo'yicha olgan bitimimni ko'rsatmoqchi edim sizga. Hozir 1 daqiqa. Keling haqiqiy grafikda ko'rsata qolaylik. Keling haqiqiy grafikda ko'rsataman. Tilla. Demak, mana bu qayerda edi? Mana bu yerda edi. Mana shu движенияda bu oldingi hafta analiz berildi gruppada. Demak, bizda mana Amerika boshlagandan keyin, ya'ni Amerika sessiyasi mana ko'rishimiz mumkin. Demak, Amerika sessiya soat 5da mana soat 17:30da yangilik chiqdi. Keyin narx pastga tushib, mana shu yerda turgan hamma likvidlarni, mana shularning tagida turgan hamma stoplarni olish uchun narx pastga tushgan. Qayerga kelgan narx bu yerda
mana shu zonagacha keldi. Ya'ni mana shu London, bu esa bizada Aziya. Narx kelib mana shu ochuv qolib ketgan hamma minimumlarni mana shu harakat bilan kelib olgan va bitta ostanovka berdi bizga. Bitta ostanovka berdi. Bundan oldingi minimum o'sha bizada mana bitta order bloklarimiz bor. Shu order bloklardan narx kelib ko'tarilib sekin masjidgacha kelgan. Ya'ni FIBO bo'yicha agarda ko'rsak bitta 50 bo'lyapti rovni o'zini korreksiyasini bergan. Biz mana shu joyda signal berdik, narx tepaga ketishini ko'rsatib beryotdik. Ya'ni nimadan biz srazu M1 anaqaga o'tdik. Mana M1 ga o'tganimizda buni olib qo'ysam ham bo'ladi. M1 ga o'tganimizda biza ko'ryapmiz, narx mana o'zini impuls korreksiya bilan mana keldi. Mana shu joyda bizada to'xtash bo'ldi va narx yana sekin tepaga ko'tarilyapti, pastga ko'tarilyapti, tepaga ko'tarilyapti. Kichkina mana bitta ahamiyat bersak, trend likvidnost yasab beryapti. Keyin ahamiyat bersak, mana oxirgi switcha, mana bu switcha. Bu 1 minutlik bo'lsa ham, bu biz uchun kirish uchun bir anaqa edi. Asos. Ahamiyat bersanglar, mana bu switcha oldingi mana bu turgan equal low, ya'ni 3 ta bir xil minimumni narx olib turibdi. Likvidnostlarni hammasini olyapti, tanasi bilan tepada yopilyapti. Va bizada hozir men buni sizlarga boya xuddi men sizga chizib bergandek, mana impuls bilan kelyapti narx. Impuls korreksiya. Bitta korreksiya bo'ldi. Bitta impuls bo'ldi. Bu o'zi hisoblanmaydi, chunki men bular o'zi hisoblanmaydi, chunki eng katta yuqori tochka bu bo'lishi kerak. Keyin bu o'zi pastdan mana bu yoqqa kelyapti narx. Impuls bilan kelyapti va biz bu yerda nima ko'ryapmiz? Narx stoplarni olib, mana shu yerda turgan stoplarni olib, narx tepada yopilib, bizada yana impuls korreksiya yasab beryapti. Bu nima degani? Mana shu yerda bizga o'sha narx ko'rsatib beryapti, что narx tepaga ketishga tayyor. Bu biz uchun cho'ch bo'ladi. Slom trendi na ma'lum time frame, ya'ni kichik time frame'da slom bizda ko'rinyapti va narx mana bu yerda bizga yana bir likvidnost yasab beryapti. Narx likvidnost yasab beryapti va pastga tushib kelyapti. Va biza boya men ko'rsatganimdek, mana shu yerda order blok qidirishimiz kerak. Order blok zonamiz mana shu zona bor. Buni olib qo'yaman. Narx kelyapti, likvidnost yasayapti, narx pastga kelib, blokka kelib, mana shu joydan reaksiya berib olyapti. Gruppada ham kim bilsa agar plus bosib yuboringlar, iltimos. Kim bilsa agar plus bosib yuboringlar, mana shu joydan aynan shu joydan blok deb ko'rsatiluvdi, M1 bloki. Va shu joydan narx tepaga ketadi deb taxmin berildi. Nima uchun aynan shu joydan narx tepaga ketadi? Chunki mana shu hamma likvidlarni narx yig'ib bo'ldi. Narxga hozir pastga ketish kerak emas. Endi algoritm, bank algoritmi narxi endi tepaga olib ketishga harakat qiladi. Endi boya men aytib o'tganimdek, ahamiyat bersanglar, mana bu struktura buzilayotganda bizda mana bitta fair value gapimiz hosil bo'ldi. Mana yana bu yerda struktura buzilganda bizda mana bitta disbalansimiz bor.
Mana disbalansimiz hosil bo'ldi. Mana narx aynan shu disbalansni to'ldirib yana tepaga ketyapti. Va shu disbalansni yana tortamiz bashtigacha. Va narx mana shu blokka kelib, mana shu blokka kelganda pastga korreksiya qilishni boshladi. Va yana disbalansni to'ldirib, mana shu disbalansni to'ldirib, ahamiyat bersanglar, narx o'zini impuls korreksiyalar bilan kelyapti. Mana bu disbalans ham mana to'ldirilyapti. Bo'ldi, narxga bu yoqqa tushish kerak emas. Chunki bu yerda hammasi yechilgan, likvidnost yechilgan, blok yopilgan, yana fair value gap yopilgan. Mana bu harakat bilan, mana yana bitta fair value gap bilan narx mana aynan shu fair value gapga kelib turibdi. Plus qo'shimcha mana bitta trend likvidnost hosil bo'ladi. Trend likvidnost bu narx uchun bir magnit sifatida bo'ladi va aynan shu joydan yana savdoga kirishga taklif beriladi. Ya'ni buni mashhurni o'zida ikkita сделка bizda hosil bo'ldi. Ikkita сделка ochildi. Bittasi bu yoqdan kechirasiz. Bittasi bu yoqdan ochildi. Stop qo'yiladi. Boya aytganimdek, mana shu blokni tagiga. Nima uchun stop bu yoqqa qo'ymaymiz? Bu M1 bunday olib qarasa katta ham stop emas bu agarda shunaqa qo'ysa, lekin bu uje kerak emas. Nima uchun? Chunki narx uje yechib bo'lgan bu oldingi hamma likvidlarni. O'shaning uchun stop mana bu yoqqa qo'yiladi va birinchi FTA zona hisoblanadi. FTA zona bu zona qayerdan narx qaytish ehtimoli katta. Mana shu joyga tag qo'yildi. Aynan mana shu joydan 1/6 соотношение olindi bu yoqda va narx bu yoqda yana pastga tushganda aynan shu joydan yana taklif berildi savdoga kirishga. Mana aynan shu 0.5 zonasidan, fair value gap 0.5 zonasidan narx bitim ochildi. Bitimni asosiy targetlari qaysi hisoblanib? Boya men aytib o'tganimdek, mana bu yerda bizda equal high bor. Ya'ni mana shularning tepasida stoplar juda ko'p. Ya'ni bu joy narx uchun bir magnit sifatida bo'ladi. Aynan shu joygacha narxi bemalol ushlab tursa bo'ladi. Va ko'rib turishimiz mumkin. Ertasi kuni bu Frankfurtdan keyin London sessiyasida narx shu joygacha yetib kelyapti va bizga shunaqa ideal соотношение beradi. Ikkita bitim ochildi. Pravila bo'yicha asoslangan holda bitim ochildi. Va tek olindi. Demak, bu strategiyada asosiy yana bitta plyusi shundan iboratki, bizda asosiy kirish nuqtamiz bor konkret va konkret chiqish nuqtamiz bor. Hozir men yana ayrim anaqani ko'rsatib bermoqchiman. Tak, hozir 1 sekund. Primerlarni mana hozir men aytib o'tgan primer ko'rsatmoqchiman. Mana narx oldindan beriluvdi tahlil, narx shu zonadan, ya'ni PDL degani bu oldingi kunni minimumini olgandan keyin power daily low mana shu zonadan taxminan narx tepaga ketadi deb anaqa beriluvdi. Analiz beriladi. Yana undan oldin bu yerda fair value gapimiz bor. Shu zonadan ham reaksiya kutishimiz mumkin. Ko'rib turganimizdek, narx mana bitta yangilik bilan narx ochildi. Birinchi bo'lib shu fair value gap o'zidan reaksiya beryapti-yu, keyin yana narx pastga tushib beryapti.
narx mana shunaqa shaklda pastga tushyapti mana shu zona ko'rsatib berilyapti. Ya'ni mana hozir men ko'rsatganimdek PDL olyapti. Oldingi kunni minimumi olingandan keyin mana shu tartibda xuddi mana shu screen gruppaga tashlagan edim. Mana narx keldi. Bu yerda bizga likvidnost yasadi. Switcha yopilib beryapti. Mana bitta hamma stoplarni olyapti. Asosiy ichki strukturadagi minimum maksimumini olyapti. Bu yerda bizga yasab beryapti inducement likvidnost va mana shu blok ko'rsatilyapti. Va shu blokdan narx tepaga ketadi deb taxmin berilyapti va mana ishlab berish ko'ryapsizlar qanaqa ishlaganini. Va undan keyin yana boya aytganimdek mana shu struktura buzilgandan keyin mana shu fair value gap juda kuchli fair value gap bo'ladi. Sizlar qaramanglar, bu 1 minutli time frame yoki 1 soat 4 soat farqi yo'q. Fair value gap boya aytganimdek bu disbalans hisoblanadi va narx har doim shu disbalans yopishga harakat qiladi. Mana shu harakat bilan mana shu disbalans yopildi. Endi mana bu yerda yana disbalans hosil bo'lyapti. Shu fair value gap strukturani buzilgandan keyin va shu joydan narx qaytsa, shu joydan yana kirishga tavsiya berildi. Tak, bu birinchi anaqa bo'yicha bitim va mana boya aytganimdek mana struktura buzilyapti. Bu уже M1 time frame, o'sha time frame va mana shu zonaga narx qaytsa, shu zonadan yana buyga olishga taklif berildi va ko'rishingiz mumkin. Xuddi shu zonadan narx mana ishlab beryapti. Bu ertasi kuni. Keyin yana bitta narsa aytib o'tmoqchiman. Har bitta ichki maksimum minimum bu likvidnostda narx uchun va har doim shuni buzgandan keyin narx endi biz bilmaymiz-ku, baribir market maker harakati, o'zi umuman niyati nima. Biz har doim qanaqadir bir ayrim pozitsiyani, misol uchun kimdir 30%, kimdir 50% yopishga harakat qilamiz va stopni baribir surib qo'yamiz. Nima uchun? Chunki traderning asosiy vazifasi bu baribir depozitni saqlab qolish va bu yerda ham o'zi mana shu harakatni o'zida kamida 1 ga 5 harakat bo'ldi. Bu yerda ham taklif etildi yotishdan oldin nima uchun harakat qilamiz bitim yopishga? Chunki Amerika sessiya tugagandan keyin bilsanglar agar Aziya sessiya boshlashdan oldin o'sha paytda kichkina pромежуток bo'ladi. O'sha paytda bankovskiy algoritm savdo qiladi va spreadlar kattalashib ketadi va o'sha paytda bitim yopib ketish. O'shaning uchun biz harakat qilamiz, конечно, kun davomida yopishga, lekin shunaqa bir chiroyli asos bo'lsa qoldirishimiz mumkin va ertasi kuni mana bizga bergan analiz bo'yicha, aynan bizning analiz bo'yicha bo'lgan natijasi narxi yana undan ham baland ketdi. Aytmoqman, mana shu ikkita maksimum biz uchun bir anaqa bo'lgan asos bo'ldi. Bu narxga kirib ketib anaqa bo'lish uchun, take olish uchun magnit sifatida bo'ladi. Mana bu yerda ham ko'rishimiz mumkin, mana primerlarimiz bor. Bitta nima uchun mana bu order bloklarimiz bor. Narx har doim shu order bloklarga harakat qilishi, borishga harakat qiladi. Nima uchun? Chunki mana shu yerda bu order bloklarda pul bor-da, pul. O'sha pullarni olish uchun krupniy игрок shu joyga borib, mana oldindan tahlillar berilyapti. Mana bloklarga keladi narx. Mana oldindan mana struktura bo'yicha narx ketyapti. Bizning asosiy maksimum, minimum, maksimum. Mana bu minimum bitta bizda aldab qo'ydi narx. Pastga ketaman deb. Lekin bu yerda yana maksimumimiz yangilandi. Cho'ch bo'ldi, ya'ni smena xarakteri bo'ldi. Mana bu yerda hamma anaqasi bilan yozilyapti. Ya'ni narx o'suvchi trendda savdo bo'lyapti. Hozirgi paytda mana sпрос va предложение zonasiga narx yetib keldi. Mana shu joyda kommentariy berilyapti. Agarda biz kichikda xuddi men sizlarga ko'rsatgan formatsiya qarang. Agarda narx kichik time frame'da biz shunaqa bir kombinatsiyani ko'rsak, to keyin yana narx davom
etib, ya'ni trend bo'ylab yana tepaga ketish ehtimoli juda katta deb oldindan tahlil qilib berilyapti va mana narxi ishlab berish jarayoni, ya'ni trend bo'ylab narx aynan shu zonalarni yopib tepaga ketyapti. Tak, yana bitta misol uchun mana cho'ch bo'ldi, trendimiz o'zgardi. Trend o'zgardi degani, ya'ni bu o'suvchi trendga aylandi narx. Bu yerda mana asosiy maksimumimiz bor, asosiy maksimum bu yoqda, minimum bu yoqda. Mana bu yerda zonamiz hosil bo'ldi. Va narx shu zonaga mana yetib kelganda mana berilyapti kommentariy. Narx o'suvchi trendda savdo bo'lyapti. Narx asosiy maksimum mana undan oldin mana bu edi, asosiy maksimum yangilandi va pastda bizada order blokimiz hosil bo'ldi. Shu order blokdan narx tepaga ketish ehtimoli bor. Va ko'rib turganinglardek, bu yerda yana trend liniyamiz bor. Bu ham bir podдержка sifatida narxi ushlab turibdi va mana ko'rib turganinglardek natijasi. Ya'ni narx shu zonadan kelib reaksiya olib beryapti. Mana xuddi shunaqa yana blok yasab, narx yana tepaga trend bo'ylab mana asosiy mashta turgan blokka harakatlanyapti. Ya'ni bizning asosiy vazifamiz mana blok ichida blok topishimiz ham mumkin. Misol uchun mana bu yoqda ko'rishimiz mumkin, narx tepaga ketyapti o'zini impuls korreksiyalari bilan va blokka kelganda, asosiy blokka kelganda plus uni ustiga Fiboni 38 urovingga narx kelyapti. Biz bu yerdan taxmin qilyapmiz narx mana shu zonaga qaytishini. Chunki mana mana shu zonalar biz uchun likvidniy zona hisoblanadi va narxi ishlab berish jarayoni mana bu yerda ko'rsatib berilgan. Endi bunaqa primerlar ko'p ko'rsatish mumkin. Mana misol uchun tushuvchi trend bo'ldi, mana minimum buzildi, narx asosiy minimum hosil bo'ldi, maksimum hosil bo'ldi. Nima uchun? Chunki biz minimumni buzdik va bu yerda bloklarimiz bor va shu bloklardan narx kelganda biz bu yerda yana trend bo'ylab pastga savdoga kirishga harakat qilamiz va ko'rib turganimizdek narx aynan shu joydan kopeyka в kopeyku shu joydan reaksiya beryapti va trend bo'ylab yana pastga ketyapti. Xullas, primerlar juda ko'p. Asosiy narsa bu trend bilan savdo qilish. Trendga qarshi kirish anaqalarimiz ham bor, funksiyalarimiz ham bor. Shu bo'yicha mana shu tahlil qilindi. Va mana shu blokdan narx pastga tushgandan keyin aynan shu blokdan yana tepaga ketadi deb tahlil qilindi. Mana shu oldingi holat, bu уже ishlab bo'lgan holat. Ya'ni trendimiz o'suvchi, trend bo'ylab kerakli zonalardan savdoga kirishga biz harakat qilamiz. Bizda mana shunaqa paytda savdoga kirganimizda narx mana shu joyga kelganda biz bu yerdan уже konkret kirish nuqtamiz bor birinchidan, ikkinchidan bizani stoppi diapazoni unaqa katta emas. Biz bilamiz, bo'ldi bizda, chunki bu asosiy minimum. Agarda narx bu yerdan pastga ketsa, bo'ldi, u pastga ketadi. Shuning uchun biz stop kattalashtirmaymiz. Stop mashina tagida turadi va bizning asosiy maksimumimiz bor. Bizning targetimiz shu zona hisoblanadi va bu yerdan savdoga, mana shu model bo'yicha savdoga kirsak, biz narxi уже bu yoqda tutamiz va natijani ko'rib turganingizdek, aynan shu joydan pastga umuman tushmasdan. Nima uchun pastga tushmaydi narx? Chunki уже bu yoqda hamma likvidlarni yig'ib ketgan. Mana bu harakat buni yig'gan. Tepaga ketgan. Mana bu harakat bu likvidlarni yig'gan. Shuning uchun narxga pastga tushish kerak emas. Shuning uchun narx bu yoqdan shunaqa bir reaksiya berib, maksimum yangilashga mana shu harakat qilib berdi bizga. Demak, уже ancha gaplashib qoldik. Hozir savollar bo'lsa, savollar berishinglar mumkin. Savolinglar bo'lsa, savol bersanglar.
Так. Tak, ketdik savol. Ovoz yaxshi. SMC'ni qayerda o'rgangansiz? Simple Trade. SMC o'rganganman Moskvada. SMC strategiyani, ICT strategiyada men Ukrainadagi mentorlardan o'rganganman. Shavkat aka, realniy grafik ham ko'rsating. Endi buni ko'rsatdim, hozir qanaqa ishlaganini ko'ramiz. Boya ko'rsatdim realniy grafikda savdoni, mana shu jarayon bo'ldi bizda. Bu narsani ko'rsatdim. Xohlasanglar umuman trend aniqlash yo'lini ham ko'rsatishim mumkin. Umuman biz trend qanaqa qilib aniqlaymiz? Misol uchun любой bir grafikni olamiz. Любой bir grafik olganimizda ko'rmay turaman, даже mana ko'rinmaydi menga. Любой bir joyiga suramizda, mana shu joyiga kelib, mana 4 soatli time frame tilla bizda mana shu holat bo'lib turibdi. Bizning vazifamiz bu yerda asosiy maksimum, minimum va trend o'zi umuman qaysi tarafga ketyapti va shuni aniqlashimiz kerak bo'ladi. Eng yuqori tochkani biz belgilaymiz. Bu bizning maksimum hisoblanadi. Va bu maksimum haqiqiy emasligi bo'yicha biz undan oldingi maksimum belgilashimiz kerak. Mana bu oldingi maksimum. Nima uchun bu oldingi maksimum? Chunki biz bu yerda inducementni mana buzyapmiz. Keyin narx bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, bo'z qilib beryapti bizga, asosiy maksimum buzilyapti va asosiy minimum hosil bo'ldi. Mana bizda 3 ta tochkamiz hosil bo'ldi, ya'ni asosiy kolibaniya nuqtalari deyiladi va shundan boshlab biz o'sha trendni aniqlashimiz mumkin. Narx agarda bu zonadan o'tib ketsa tepaga bizda bo'z bo'ladi, trend davom etadi. Agarda narx bu zonadan o'tib ketsa bizda slon trendi bo'ladi va ko'rib turganimizdek narx bu yoqda buzyapti. Bizda bu yerda cho'ch bo'ldi va bizani endi asosiy anaqamiz, fokusimiz faqat sellga bo'ladi. Bizda asosiy minimum mana belgiladik. Nima uchun bu minimum? Chunki biz bu yerda boya aytganimdek inducement buzyapmiz. Mana bu yoqda inducement buzilyapti. Ideyam va bu bizda asosiy maksimum. Nima uchun? Chunki biz bu yerda asosiy minimumni buzdik. Bu bizda trend hozir pastga, ya'ni butun fokusimiz bizda faqat pastga bo'ladi. Bu yerda bizda asosiy minimum va maksimum yo'q. Nima uchun? Chunki narx faqat impuls bilan tushgan. Bu yerda hech qanaqa korreksiyani topa olmayapmiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, faqat mana impuls korreksiya bilan mana shunday kelyapti-da. Va mana shu harakat bu tomonda hech qanaqa inducement korreksiyani buzmayotgani uchun bu yerda asosiy minimumimiz yo'q bizda. Keyin narx endi bu zonani buzgandan keyin bizani asosiy minimumimiz mana shu bo'ladi. Nima uchun? Chunki mana inducement bu yoqda buzilyapti. Endi bizda narx mana shu zonadan o'tsa, bizda trendimiz o'zgaradi. Mana shu zonadan pastga o'tsa, bizda trend davom etadi. Ko'rib turganimizdek, switcha tana bilan emas, soya bilan yopildi. Bu biz uchun asos bo'lmaydi. Biz yana kutamiz, ko'ramiz. Mana endi narx bizda shu zonadan bo'z, ya'ni bizda trend davom etyapti. Va eng yuqori tochka mana shu zonada bizda mana shu joy bo'ladi. Bu bizning asosiy minimum, maksimumimiz endi bu bo'ladi. Ya'ni endi bu zonadan narx o'tsa, bizda trend o'zgaradi tepaga. Hozir bizda trend tushuvchi. Bizning endi asosiy vazifamiz minimum topish. Bu joyda hozirdan moment mana shu
zona biz uchun inducement hisoblanadi. Agarda narx buni buzsa, minimumimiz bu yoqda hosil bo'ladi. Narx yana pastga ketib, endi ahamiyat bersanglar, mana impuls bilan narx keldi. Mana bu yerda korreksiyamiz bor. Mana bu yerda impuls. Hozir mana shu joyni narx buzsa, bizda asosiy minimum hosil bo'ladi. Narx yana pastga ketyapti. Bizda asosiy minimumimiz hali yo'q. Faqat mana shu yerda hosil bo'ladi. Nima uchun? Chunki eng pastki switcha mana shu harakat bilan mana shu ichki strukturadagi maksimumni buzyapti va bizda minimumimiz hosil bo'ldi. Va ahamiyat bersanglar, mana bizni endi ishlash diapazonimiz mana shudan mana shugacha bo'ladi. Ya'ni biz shu zonalarda kerakli zonalar qidiramiz, shu zonada sellga faqat harakat qilamiz. Nima uchun? Chunki bizda trend tushuvchi va butun aksent faqat pastga qaratiladi. Bu yerda ahamiyat bersang, narx yana pastga tushib ketyapti. Bizda maksimum bu yerda bo'ldi. Minimum hali yo'q. Mana endi minimum hosil bo'ldi. Nima uchun? Chunki mana bu ham bir inducementni narx buzdi. Narx buzyapti, bu bizda minimum. Endi bizning ishlash diapazonimiz mana shundan bu minimumdan mana shu maksimumgacha. Ko'rishimiz mumkin, narx kelyapti bloklarga. Mana shu likvidnost yasalyapti. Narx kelib asosiy maksimumni buzdi. Bu bizda cho'chib bo'ldi. Va bu endi bizning asosiy vazifamiz, narxga fokusimiz faqat buyga qaratilgan bo'ladi. Chunki biz asosiy maksimumni buzdik va hamma откатlardan, kerakli joylardan buyga kirishga harakat qilamiz. Chunki asosiy maksimumimiz buzilgan. Ya'ni strukturamiz buy strukturaga o'zgartirilgan. Xullas, mana shu tartibda asosiy minimum maksimumlarni topishimiz mumkin va shunga qarab trend bo'ylab savdoga kirishimiz mumkin bo'ladi. Demak, savolli bo'lsa yana beringlar. Pastdan boshlayman. Demak, boshlang'ich treyderlarga qaysi time frame ishlashni ma'qul ko'rasiz? Maslahat. Demak, endi qarang, nima desam ekan? Bizning strategiyada o'zi time frame juda katta rol o'ynaydi. Biz umuman kontekst bilishga harakat qilamiz. Ya'ni kontekst nima degani? Asosiy narx haqqa borishni biz oldindan уже harakat qilamiz tuzishga. Mana misol tariqasida misol men shu ko'rsatmoqchiman. Oldingi hafta gruppaga taklif berildi. GBP, funt, yena, ya'ni angliyskiy funt, britanskiy funt, yaponskiy yena bo'yicha taklif berildi. Ya'ni biz har doim narxni mana bu emas. Narxi har doim qaraymiz qanaqa qilib oldingi kun yopilgani. Mana demak, bizda asosiy maksimumimiz bor edi. Biz ko'rishimiz mumkin, narx o'zini impuls korreksiyalar bilan kelib, asosiy mana maksimumni buzib, mana ahamiyat bersanglar, asosiy maksimumni buzib, undan oldingi switchani, ya'ni kun buzilib, bu yerda imенно diapazon ichiga narx kirib kelyapti. Diapazon kirib bo'lgandan keyin mana shu o'zida biz ko'rishimiz mumkin, pastda bizda fair value gapimiz qochib qoldi. Ya'ni narx o'zini impuls korreksiyalari bilan ketib, mana shu fair value gap joy qoldirgan. Va bu dushanba kuni edi va dushanba kuni, ya'ni haftani boshida bizda уже kontekst paydo bo'ldi.
kontekst paydo bo'lgani bu уже bildikki bu hafta kelayotgan hafta biz faqat selga qaratamiz o'zimizni fokusimiz. Nima uchun? Chunki oldingi kun svechalari polniy hamma likvidlarni olib, mana yerdan likvidlarni yig'ib pastda yopildi, bo'ldi. Endi narxga keyingi likvidnost kerak. Ya'ni narx likvidigacha yuradi. Bu ikkinchi kun holati, ya'ni narx mana bu oldingi kun mana yana pastga tushib kelyapti. Ya'ni narx sekin-sekin o'zini ichki impuls korreksiyalari bilan mana shu zonaga borishga harakat qiladi. Nima uchun? Chunki o'sha aytganimdek likvidnost bor bu va ko'rishimiz mumkin bir kunni o'zida mana shu zonaga narx kirib keldi. Bu kichkina M15 time frame'dagi holat, ya'ni bizda mana bu asosiy maksimumdan narx o'tyapti. Yana bitta manipulyatsiya bo'lyapti bu yoqda. Mana shu yerdagi treyderlarni stoplarni olish maqsadida va bu yoqda qanaqa impuls bilan narx pastga ketishini ahamiyat bersanglar, bu oldingi bu tilla bo'yicha xuddi shu holat. Ya'ni biz ko'ryapmiz, narx diapazon ichida yopilyapti. Hamma stoplarni olib. Endi bizning asosiy fokusimiz faqat pastga. Bu yerda kommentariy ham yozilyapti. Grafikda mana ko'ryapmiz, manipulyatsiya bo'lyapti, ya'ni likvidnost maksimumlardan yechilyapti va narx tanasi bilan pastda yopilyapti. Pastda yopib bo'ldi. Bu biz uchun o'zi kontekst tayyor. Bu nima degani? Bu degani narx endi pastga ketadi. Pastdagi likvidlarni yig'ishga harakat qiladi. Va ko'rib turganimizdek, narx pastga ketib, hamma mana shu likvidlarni yig'ib ketgani shundoq ma'lum bo'lyapti. O'shaning uchun boya savolingizga javob, demak, bizning asosiy vazifani biza har doim, misol uchun mana ertaga dushanba boshlansa deydi, yangi hafta. Yangi haftadan biz oldingi haftani ochilish yopilishini, unga nisbatan reaksiyani ko'ramiz. Keyin kunlik time frame'ga o'tib, keyin 4 soat, 1 soat, 15 minut va hokazo. Xullas biz katta time frame'dan narx taxminiy yurish ekan, qanday tushunish mumkin, maslahat bering. To'g'ri, kimdirga endi bu ko'pchilik yangi treyderlar uchun emas, bu uzun qanaqadir bir opit bo'lish kerak. Nima uchun? Chunki to'g'ri, bu sal qiyinroq, lekin bu sistemani oldin o'rganib olsangiz, shu sistema sizga juda qulay bo'ladi. Chunki asosiy qurol, boya aytganimdek, bu struktura. Ya'ni strukturani kim yasaydi? Strukturani market maker yasaydi. Market maker bu banklar, bu hedge fondlar, bu institutsional treyderlar, institutsional fondlar, o'shalar bilan birgalikda savdoda bo'lish uchun baribir siz uchun plyus bo'ladi. Market profilni Zoho indikatori ishlatish sessiyasi va ICT uchun yaxshilardan. M1da cho'ch bo'lsa, inducementga qaytmasdan narx maksimumi yangilab borsa, bitim ochilmaydimi? M1da cho'ch bo'lsa-yu, hop, cho'ch bo'ldi. Inducementda qaytmasa, narx maksimum yangilab borilsa. Endi sizlar bitta narsani tushunishinglar kerak. Siz uchun konkret bir modelda bu, qanaqadir bir model asosida savdoga kirsangiz, model asosida bu siz uchun baribir stop olsangiz ham, siz baribir stopingiz ishlagan taqdirda ham siz shuni bilasizki, bu endi sizni texnicheskiy stop va siz hech ikkilanmasdan, boshqa qilmasdan yana dальше savdo qilishingiz mumkin. Endi sizga narx imkoniyat bermagan bo'lsa savdoga kirish, ya'ni mana bitta biz boya ko'rganimizdek, narx har doim yo imkoniyat beradi savdoga kirish, yo imkoniyat bermaydi. Agarda savdoga imkoniyat bo'lmagan bo'lsa, savdoga kirish. Endi siz prosta shu narsani tan olishingiz kerak bo'ldi. Savdoga keyin kirmasak, o'sha keyingi pozitsiyalarda siz keyingi joylarda savdoga kirishingiz mumkin bo'ladi. Mana shuning uchun bu yerda narx berdi imkoniyat. Narx bir xillarda to'g'ri, mana bunaqa inducement yasamasdan tepaga ketib yorishi ham mumkin. Bo'lsa siz prosta o'sha kirmaysiz, nima qilasiz endi? Bu yerda kirganingiz taqdiringizda sizda stop diapazon kattalashib ketadi. Stop diapazon kattalashsa, avvalambor sizda risk reward, ya'ni соотношение уже sizda kichiklashadi va bu sizni depozitingiz uchun birinchidan anaqa
Keyin yana bitta narsa aytmoqchiman. Ko'pchilik mana kecha o'tgan kun ahamiyat berdim. $100 bilan, tam $10 bilan savdo qilsam bo'ladimi? Yo'qmi? Bu o'zi qanaqa? Sizlar bitta narsani tushuninglar, o'rtoqlar. Sizlar depozitga har doim как pul deb qaramanglar. Sizlar o'zinglarning depozitinglarga как процентный соотношениеga qaranglar. Ya'ni misol uchun o'sha $100, o'sha $100 ham siz uchun 100% hisoblanadi va $1000 ham 100% hisoblanadi va o'sha $1,000,000 bo'lmaydimi, u ham bir 100% hisoblanadi. Shuning uchun har bitta depozitinglar sizlar faqat foiz sifatida foiz qilib hisoblanglar. Foiz hisobda. Ya'ni misol uchun o'sha $100 ham siz uchun 100%. 1% risk misol bo'lsa agar bu $1, yarim foiz bo'lsa bu $0,5. Ya'ni siz dollarda emas, foizda savdo qilsanglar, birinchidan professional yondashuv bo'ladi. Ikkinchidan, voy menda kichkina depozit va hokazo deb siqilmaysizlar. Va o'sha foizli nima deydi, fokus aynan shu narsaga bo'lsa, misol uchun har bitta сделкаga shuni hisoblab siz savdoga kirasiz. Misol uchun yarim foiz riskmi? Hammani strategiyasi va anaqasi har xil. Misol uchun kimdir 0,1% bilan kiradi, kimdir 0,2, 0,3, 0,5 hokazo. Demak, aytmoqchimanki, siz o'sha $100 ham foizga bo'lganingizda har bitta сделкangiz bo'yicha savdoga kirasiz. Har bitta сделкangizga misol uchun 0,5% qilsangiz, 0,5% bu $5 bo'ladi. Har bitta сделкangiz $5, bu o'sha 5%. Eng kami соотношение sizda 1 ga o'zi bo'lishi kerak. Ya'ni mana shu paytda siz savdoga kirmoqchi bo'lsangiz, agar mana bitta inducementni buzmasdan narx ketdimi tepaga, siz bitta соотношениеңizni tekshirasiz. Misol uchun deylik, mana bitta stop qo'ysam pastga, mana bitta take qo'ysam. Соотношение 1 ga 1.88. Endi sal kamroq. Hatto bu 1 ga 2 соотношение bo'lsa, ya'ni siz kutayotgan take profit. Endi ko'pchilik yana bitta narsa, ko'pchilik profitlarni qo'yib qo'yadi, 1 ga 20, 30, 40 nerealniy narsa. Biz real ko'z bilan savdoga qarashimiz kerak va agarda sizning strategiyangiz bo'yicha narx mana shu joyga kelib turib sizga hatto 1 ga 2 bersa, siz savdoga kirishingiz mumkin bo'ladi. Agarda yo'q, undan kam berayotgan bo'lsa, shu соотношение, to уже bu сделкani o'tkazib yuborasiz, keyingi imkoniyatlardan kirasiz yana. Так, keyingi savol. Tushunarli, rahmat kattakon. CMC bilan ICT bir xilmi? CMC bu почти bir xil hisoblanadi. CMC ni ICT ni asosiy deydi instrument bu likvidnost yechilishi. CMC da уже ko'rsatilyapti, hamma bloklar ham, ICT da ham ko'rsatadi. Praktiski bir xil narsa desa ham bo'ladi. Tak, order blokni topish uchun FV ga kerakmi? Albatta, order blok uchun fair value gap men boya aytganimdek kerak. Ya'ni bu 3 ta asosiy shartlardan biri. Ya'ni fair value gap nima uchun narx order blokka intiladi? Chunki u yerda fair value gap bor. Fair value gap nima? Disbalans, imbalans. Bu o'sha paytda shunaqa bir neeffektivniy zona va narx shu zonani har doim yopishga harakat qiladi. Mana har doim mana ko'rishimiz mumkin, mana любой bir blokdan oldin mana bu fair value gap bor. Mana резкий impuls beryapti. Mana fair value gap hosil bo'lyapti. Mana ahamiyat bersanglar, narx kelyapti, shu fair value gap yopyapti, tepaga ketyapti. Bo'ldi. То есть любой mana bu 1 minutli time frame bo'lsa, xohlagan time frame'ni ochishimiz mumkin. Masalan uchun mana 15 minutli time frame. 15 minutli time frame ochganingizda ham ko'rish mumkin. Har doim mana fair value gap hosil bo'lyapti. Резкий снятие likvidnosti bo'lyapti. Oldingi minimumdan, mana bitta bizda order blok hosil bo'lyapti. Mana bu zona order blok, mana снятие struktura buzilishi bor. Fair value gap bor. Mana bitta fair value gap bor.
narx kelyapti, firewallga biz anaqa yopyapti, order blokdan reaksiya olyapti. Bo'ldi. Mana shu yerda tepada rosa likvidniy zona. Mana bu yerda hamma sellga kirib olib, mana shularning tagida stoplari bor. Agarda switcha mana bu yerda ko'ryapmiz, u pastga borib ketyapti. Agarda switcha mana shu yerda mana shunaqa shaklda bo'lganda, deydi-ku, mana shunaqa shakl bo'ldi. Bu degani mana shu oldingi switchalarni maksimumini olib, mana shu likvidniylarni o'zi olib bo'ldi bu switcha. O'shaning uchun bu yoqqa o'zi biz qaramaymiz narx. Bu yerda esa ko'ryapmiz, narx atila mana shu bankovskiy algoritm shunaqa bir hosil qilib berdi. Shunaqa struktura, mana shu yerda ko'pchilik sellga kirib, stoplar mana shularning tepasida turadi. Endi biz mana bu yoqda buyga kirsak, agar bizning asosiy birinchi targetimiz mana shu zona bo'ladi. Nima uchun? Chunki mana shu zonaning tepasida asosiy stoplari. Narx mana tepaga borib, shu zonani mana olib beryapti. Shu aytaman, любой bitta anaqani ochsangiz, fairway'ga shunaqangi mana резкий impulslar. Mana shunaqa поглощениyalarda ayniqsa shunaqa narsa bo'ladi. Mana narx поглощение bilan keldi, bizga сразу order blok hosil qilib berdi. Order blok bor. Mana bu yerda disbalans bor, mana ahamiyat bersanglar, disbalansimiz bor. Va undan keyingi switcha nima qilyapti? Резкий impuls bilan disbalans 0.5 ni olyapti, tepaga ketyapti. Ya'ni mana shu balansi narx har doim yopishga, bir xilida sразу yopadi, bir xilida keyin yopadi, farqi yo'q. Mana bu yerda резкий impulsda pastga tushyapti narx, disbalans hosil bo'lyapti. Bundan keyingi switcha disbalans ichiga kirib, yana pastga ketyapti. Ya'ni sizlar order blok topa olmasanglar, mabodo sizlar disbalansdan savdoga kirishingiz mumkin bo'ladi. Mana резкий kuchli impuls pastga keldi, disbalans hosil bo'ldi. Ahamiyat bersanglar, uchta mana bu switcha disbalansi 0.5 zonasidan tepasida yopilmayapti, pastida yopilyapti. Nima uchun? Bu kuchli zona o'tkazmayapti narx bu yoqqa. To есть mana shu biz uchun bir orientir bo'lishi mumkin. Mana shu kichkina time frame ga o'tib biz savdoga kirishimiz mumkin bo'ladi. Yana kichkina anaqa qilyapti, impuls qilib beryapti. Narx yana disbalans qilib, disbalans yopilyapti, yana narx pastga ketadi. Bu grafiklar, любой bir grafik, любой indeks ochasizlarmi, любой tillami, farqi yo'q, aksiyami, hamma joyda disbalans juda ham kuchli ishlaydi. Tak, yana savol. ICT bilan Fibonacci qo'shib ishlatsak bo'ladi. ICT da o'zini Fibonacci'si bor. Tak, OTE zonalari bor. Mana OTE zonalari bor. Ya'ni bu yerda 0 уровень, 100 уровень и ular o'rtasidagi 0.5, 62, 70, 79. Ya'ni mana bu yerda premium va discount zonalari deyiladi. Bunaqa emas. Premium discount zona narx. Ya'ni premium degani bu do'riga, qimmat degani. Discount degani bu skidka, arzon degani. Ya'ni narx o'zini impuls korreksiyalari bilan yurib, mana shu zonaga qaytganda biz уже bu joyda kichkina M1 mi, misol agarda M15 bo'lsa, time framelarga kirib savdoga kirishimiz mumkin bo'ladi. Tak, savollar juda ko'p, hammasiga men to'g'ri savol beraman. O'zi bu strategiya shunaqa bittada hozir tushuntirish juda qiyin, chunki buni anaqasi juda ko'p, nima deydi, o'ziga yarasha, mana yana bitta fairway'ga o'ziga yarasha anaqalari juda ham ko'p. Kerakli ma'lumot juda ham ko'p bu yerda, o'shaning uchun bitta darsda to'g'risini aytsam juda qiyin tushuntirish hammasini. Shavkat aka, yangi boshlaganlarga qaysi time frame? Buni tushuntirdim. Demak, tepadan boshlab pastga boshlaysiz. Time sessiyasi ko'rsating, nastroykani iltimos. Time sessiyasi bu anaqaga kirasizlar, indikator zonasiga. Indikatori bu yerda har xil indikatorlar bor. Ya'ni, misol uchun Asian Session Range degan anaqani ursanglar, indikator sizlarga chiqadi, ko'rsatadi. Aziyani ko'rsatadi, London, Amerikani ko'rsatadi. Shunga yarasha biz bu juda ham yordam ko'p beradi. Ya'ni ko'rishimiz mumkin. Misol uchun mana tilla
Agarda kim anaqada savdo qilsa, misol uchun indekslarda S&P 500, misol uchun anaqa mana bu yerda ham mana beriluvdi tahlil trend bo'ylab savdo, mana maksimum buzildi, maksimumda mana shu aynan fair value gap zonasi, mana ko'rib turgan bo'lsanglar, oldindan aytilgan fair value gap zonadan narx yana trend bo'ylab oldingi mana shu maksimumlarni buzishga harakat qiladi va narx nima qilib beryapti? Mana kelib baribir shu joyini o'tib beryapti va ahamiyat bersanglar, aynan indekslarda eng asosiy harakat bu Amerikada boshlanadi. Mana bu seri kvadratiga bu Aziya, mana bu London, bu esa Amerika. Amerika ko'rib turganinglardek Londonni likvid tepasini ham olyapti, mana bu yerdagi stoplarni, tegidagi stoplarni ham olyapti-da, manipulyatsiya qilib tepaga ketyapti. Ya'ni trend mana shu yerda buzilyapti va ahamiyat bo'lsa, bizani mana shu strategiyada, ICT strategiya bu timing bilan ishlash juda ham udobniy bo'ladi. Misol uchun boya aytganimdek, mana ahamiyat bersanglar, pastga soat 21:15, ya'ni mana shu payt Chicago sessiya ochiladi, London yopiladi. Bundan bir soat oldin Frankfurt yopiladi va mana shu joyda qoladi faqat Chicago bilan New York va ko'pincha 8-9 atrofida indekslar razvorotli bo'ladi. Mana bu mana soat 9:15 da mana razvorot bo'lyapti. Bu yoqda mana soat 10larda mana razvorot bo'lyapti. Ya'ni bizda konkret kirish va chiqish zonalarimiz bor-da. Mana bu yerda mana soat 9da razvorot bo'lyapti. Bu juda ham qulay. Timing bilan ishlash aynan indekslarda bu juda ham udobniy bo'ladi. Mana indekslar bu yerda ham ko'ryapmiz. Aziyani maksimumini olyapti. Londonni maksimumini olyapti-da, Amerika pastga kelib, endi Amerika uchun asosiy endi mana shu zonalar bo'ladi, likvidnost. Narx endi kelib shu likvidlarni olish maqsadida pastga ketib, likvidlarni olgandan keyin o'zi sekin yana ketadi. Mana shu yerdagi hamma stoplarni yig'ib, keyin yana pastga yoki dash davom trendi davom etadi. Keyingi savol, Shavkat aka, вообще zo'r tushuntirib berdingiz, ko'p xatolarimni tushundim, rahmat aka. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Demak, konsultatsiya, manipulyatsiya, distributsiya. Endi bu anaqa AMD model deyiladi. AMD model asosan Aziyada akkumulyatsiya hosil bo'ladi, ya'ni maksimum, minimumlar hosil bo'ladi. Keyin Londonda ko'pincha likvidnost ochiladi. Bu narsa manipulyatsiya deyiladi va manipulyatsiyadan keyin distributsiya bo'ladi. Haqiqiy движение distributsiya bo'ladi. Bu уже Amerika sessiyalarda bo'ladi. Bu juda ko'p yevro, dollar, misol uchun forex anaqasida bo'ladi. Misol uchun mana ko'rsatib berishim mumkin. Akkumulyatsiya, manipulyatsiya, distributsiya. Bu mana akkumulyatsiya, manipulyatsiya, distributsiya. Mana haqiqiy akkumulyatsiya, mana bu manipulyatsiya bo'ldi, mana bu distributsiya bo'ldi. Akkumulyatsiya bo'ldi, narx maksimum bo'ldi, minimum bo'ldi. Narx kelib maksimum buzyapti, mana shu akkumulyatsiya bo'ladi. Уже mana bu manipulyatsiya. Mana bu akkumulyatsiya va manipulyatsiya va distributsiya, haqiqiy yurish bo'ladi. Mana bu yerda ham shu, mana bu akkumulyatsiya bo'ladi. Ya'ni shu zonada bu Aziyani sessiyasi. O'shaning uchun ham aytiladi, Aziya paytida savdo qilmaslikka harakat qilinglar. Aziya sessiya bizga asosiy maksimum minimum hosil qilib berdi. Keyin bizda London bizda ochilyapti. Mana soat 12da mana bu London bizga manipulyatsiya qilib beryapti. Manipulyatsiya nima degani? Stoplarni olib, mana bu yerda reski impuls beryapti va hammani bu yerda savdoga kirishga ko'rsatib beryapti. Men tepaga ketyapman deb. Ko'pchilik mana bu yerda уровень chiziladi. Ko'pchilik bayga kiriladi. O'shaning uchun bu nomi ham shunaqa manipulyatsiya va distributsiya.
Bu уже haqiqiy движение mana pastga, ya'ni narx manipulyatsiyani qilib bo'ldi. Manipulyatsiya qilib bo'lib, pastga distributsiya keldi. Mana akkumulyatsiya, manipulyatsiya, ahamiyat bersanglar, mana любой bir parada, ayniqsa yevrolar, yevro dollar, mana Aziya bunaqa katta harakat ham bo'lmaydi. Aziya har doim bu London uchun go'sht bo'ladi-da, tushunyapsizmi? Shuni aytmoqchi edim. Mana stoplarni oladi bu tomondan, stoplarni oladi bu tomondan. To есть mana shu ertalabdan soat 10largacha, 11gacha kimdir buy pozitsiya yoki sell pozitsiya o'zini strategiyasi bo'yicha ochsa, bilingki, London sessiya yoki Amerika sessiya siz uchun xavfli. Mana xuddi shu situatsiya, mana akkumulyatsiya, mana manipulyatsiya, mana shu harakat yangilik chiqqan bo'lishi mumkin, Aziyada maksimum bor, minimum bor. Bo'ldi. Bu biz uchun o'zi asosiy range. Va London ochilishi bilan biz shunaqa harakatlarni ko'rdik. Mana shu manipulyatsiya deyiladi. Ya'ni bu yerda pastga tushib, mana bu likvidlarni olishga harakat qiladi. Mana shu turgan stoplarni va tepaga o'zi hamma stoplarni olib, keyingi deylu anaqasi target anaqa vazifasi narxi mana shu joylarni kelib olib ketishga. Buni o'zi shu sessiyalarni ichida savdo qilishni o'rganib olsanglar, sizlarga o'zi katta bir plus bo'ladi. Chunki sessiya mana ko'ryapmiz, mana qanaqa manipulyatsiya Amerikalar qiladi. Rezki pastga tushadi, polniy minimumlarni oladi. Mana shu turgan London esa undan oldingi Aziyani olgan, tepani ham olgan, pastni ham olgan, mana shunaqa narsada. Pastga olgan, endi pastga Amerika ochilib, hamma mana shu turgan stoplarni shundoq teryapti-da, ETPga ketib qolyapti. Demak shu. Kanalimda tekinga ma'lumotlar berib keladi. Xohlasangiz kirib tekshiring, oling, xavidan analizda ham. Dushanba, seshanba akkumulyatsiya, chorshanba manipulyatsiya, payshanba, juma distribution. Demak, haftalik time frame ochsangiz, kunlik demak, time frame ochsangiz, kunlik time framedan ko'rish mumkin. Asosan chorshanba yoki payshanba kunlari razворотный formatsiyalar hosil bo'ladi. Razворотный formatsiyalar hosil bo'ladi va shu formatsiyani ko'rgandan keyin, ya'ni narx diapazonga qaytgandan keyin boya ko'rsatganimdek savdoga kirish mumkin. Aynan sizdagi indikator qaysi oyga nastroykasini o'rgating. Aynan bu indikator ochiq anaqada yo'q. Bu men oldin o'qigan joyimda bizga sovg'a tariqasida berishdi, lekin o'sha men aytganimdek Asian Session Range degan indikator ursanglar xuddi shunaqa anaqa beradi, ko'rsatadi. Aziya, London va hokazo. Shunqadagi va zo'r tushuntirib berdi. Stakani nima bor? Men hammasiga savol javob bera olmayman. Hozir ayrimlarni olib, mana korreksiya ichida kichik korreksiya bo'lsa, inducement qaysi bo'ladi? Korreksiya ichida kichik korreksiya, inducement. Misol uchun deydi, inducementdan to'g'risini aytsam, ikkita turga bo'linadi. Mana impuls korreksiya, impuls korreksiya. Agarda mana shunaqa holat bo'lsa, ya'ni mana shu yerda ko'pchilik mana shu joyni как inducement deb belgilashadi. Mana shu. Lekin bu inducement bizga faqat asosiy maksimum yoki minimumni belgilash uchun kerak bo'ladi. Asosiy inducement esa, chunki mana ahamiyat bersanglar, mana bu yerda mana eng yuqori tochka mana shu hisoblanyapti bizada. O'shaning uchun bizada asosiy inducement mana shu hisoblanadi. Ya'ni korreksiya ichida inducement bo'lsa, u qaysi korreksiya kattaroq bo'lsa, shunga qarab o'sha inducement to'g'ri yoki noto'g'ri bo'ladi. Tak, aksiyalarda qo'lasa bo'ladi. Bu strategiya aksiya, forex, kripto, stok, любой anaqada ishlatsa bo'ladi. To есть kriptoda ham, stoklarda ham va anaqada ham, forexda ham. Order blokni topish uchun
FVG boyaytdim. Yoki ICT haqida ham ma'lumot berasizmi? Men ICT to'g'risida berdim bu ma'lumot. ICT bilan Fibonacci boya tushuntirdim. Fibonacci Doji switchi haqida nima deysiz? Doji switchi bu likvidni seçadigan switchi. Likvidni biz baribir uni alohida ishlatmaymiz, baribir strategiya bilan kontekst sifatida ishlatamiz. Agarda undan oldin qanaqadir bir likvidni seçgan bo'lsa, shunga qarab biz ham o'sha dojini ishlatishimiz mumkin. Tak, time series indikator bilan nastroy. Qani yana savollar bo'lsa, Lux Algo Session shu indikator ishlatinglar. Lux Algo Session. Endi qaranglar, to'g'ri, anaqada nima deydi, TradingView'da o'zini Lux Algo degan indikatorlar bormi, boshqa u sizlarni adashtiradi. Nima uchun? Chunki u hamma order bloklarni ko'rsatib beradi. Hamma order bloklar bizga kerak emas, u sizni qaytanga adashtiradi. Shuning uchun baribir shu o'zini to'g'ri order bloklarni ham, noto'g'ri order bloklarni ham chizib tashlaydi. O'shanga baribir ham haqiqiy to'g'ri order bloklarni o'rganish maslahat beradi. Asosiy buy side liquidity va sell side liquiditylarni aniqlashni o'rgating. Shu mavzuda ko'p adashib qolyapman. Endi buni hozir o'rgatardim-ku, lekin vaqt juda ham kam. Bu hozir bitta aytaman, u darsda hamma narsani tushuntirish juda ham qiyin. To'liq to'rayim, bor tak. Daraja va trend line bilan bog'lab ko'rsating. Endi qarang, daraja boya aytganimdek, bu ham bir kuchli instrument, lekin har bir daraja narx uchun bu likvidnost hisoblanadi. Ya'ni anaqa nima deydi? Mana misol uchun mana bu yerda darajamiz bor. Mana bu yerda biz buni ko'rmayapmiz deydi. Mana bu yerda darajamiz bor. Mana kasaniya bo'ldi, mana kasaniya bo'ldi, mana shu kasaniya bo'ldi. Narx mana shu joyga kelganda ko'pchilik buy oladi. Narx nima qilyapti? Narx kelyapti-da, shuni pastga ложный beryapti. Ложный degan narsa ham bu aynan likvidni sechish. Mashdagi stoplarni oladi. Asosan shu stoplarni olib, keyin как benzinini to'ldirib, keyin yana sekin ketaveradi deb o'ylayman. Shuning uchun har bitta maksimum, minimum anaqa darajani, tegini va chap tomonni qarash kerak. Nimamiz bor u yerda? Nimaga narx intilyapti? Qanaqadir ochuv fair value gap yoki order block zonasi bo'lsa, o'sha order block yoki o'sha zonadan o'sha savdoga kirsa bo'ladi. MMXM bilasizmi? Albatta, MMXM bu market maker, sell model, market maker, buy model, bu order flow bo'yicha narx yurishi, to есть biz уже narx qanaqa yurishi, to есть asosiy kuchli maksimumga yoki minimum yoki blokka kelganda уже o'rta likvidnost yechgandan keyin biz уже keyingi misol uchun katta time frame'dagi order blokgacha уже savdoga kirishimiz mumkin bo'ladi. To'g'ri, bu ham bir model asosida ishlatiladi. Man session ODM SMCC indikatorida aytmadim, takrorladik. Asosiy daraja va trendlar Lux Algo Session. Jonli trade qilib ko'rsatilgan ishonchli trader malakasi bor bo'ladi, hech qaysi. Endi mana bu yerda yozishyapti, jonli trade qilib ko'rsatishdan trader malakasi bor bo'ladi, hech qaysi biri 100%, даже 78% bilmaydi. Bozor harakati doim noaniq. Yo'q, bu men gapingizga qo'shilmayman. Birinchidan, o'sha men boya aytganimdek, sizni qo'lingizda asosiy instrumentlaringiz bo'ladi. Bu struktura, bu fair value gaplar, konkret zonalar va shu zonalarda siz model bo'lsa, model bo'yicha savdoga kirasiz. Agarda siz take'izni olgan bo'lsangiz yaxshi. Agarda take'izni ishlamay, stopingizni ishlasa, u ham yaxshi. Nima uchun? Chunki birinchidan stop bu sizni do'stingiz. Chunki stop qo'ymasangiz agar, siz undan ham ko'p ziyon ko'rishingiz mumkin. Lekin stop ishlasa, bu texnik stop hisoblanadi. Endi oldingi misol uchun oyda mart
may oyida tahlil bo'yicha 96 ta ideya berildi, ulardan 44 tasi ishladi. Oddiy matematika, agarda 44 tasini ham даже 0,5 qilib risk bo'lib anaqa savdoga kirilgan bo'lsa, biz hisoblab chiqdik, taxminan 27-30% atrofida pribul bo'ldi. To'g'ri, agarda bu 1 ga 3 соотношение bo'lsa, lekin u yerda 1 ga 5 ham bo'ldi, 1 ga 6 ham bo'ldi. Yo'q, 1 ga 2 da hisoblagan taqdirda ham taxminan 10-13% atrofida anaqa rezultat bo'ldi. Shuning uchun, misol uchun, yangilikda ishlamaymiz deydi. To'g'ri, ko'pchilik yangilikda ishlamaydi. O'zi yangilik nima? Yangilik bu просто narxi tezroq dostavka qilish kerakli zona uchun. Narxi misol uchun tushayotgan paytda o'zi ochiq zonalar qoldirib ketadi, likvidniy zonalarni. Likvidniy va yangilik paytda xuddi tezkor afrosiyob poyezdga o'xshab tezda boradi, hammani mana shu stoplarni olib, kerakli zonalargacha boradi va kerakli zonagacha yana dальше pastga tushib ketaveradi. Bu narsani просто vaqtida aniqlab olsa bo'ladi, aynan shu strategiyani asosida. SMC'da modellar xuddi klassikadagiday topiladimi? Klassikadagi model ko'pincha bu strategiyada boya aytib o'tganimdek likvidность bo'ladi. Ya'ni o'sha двойное dno, тройное dno, mana shu modelda ko'pchilik savdoga kiradi. Narx nima qiladi? Narx yana qanaqadir bir impuls, tajbamda slon struktura qilib beradi, keyin bitta impuls qiladi, hamma mashdagi stoplarni olib, keyin tepaga ketaveradi. Ya'ni texnik analizdagi modelda ishlamaydi degan emas, yo'q, ishlaydi, to'g'ri, lekin hozir o'sha boya aytganimdek 21-asr o'sha banklar aynan algoritm asosida, ya'ni algoritm yordamida savdo qilishadi va algoritmni asosiy vazifasi birinchidan mana shunaqa likvidность yetmasa, agarda bank qanchadir milliard dollar deydi, Frankfurt, Germaniya misol uchun yenaga sotib olish kerak, lekin shunaqa ob'yom rынокda yo'q. Nima qiladi? Algoritm shunaqa bir modellar yasaydi, двойное вершина yasaydi, двойное dno, трендовый likvidность yasaydi. Ko'pchilik o'sha retail segment, ya'ni sizga, menga o'xshagan faqat emas, umuman bitta hedge fond, million dollarlik hedge fondlar ham bir retail segment hisoblanadi. Akulalar esa, bu o'sha banklar, katta sentrobanklar, o'shalar narxi market maker qilib, mana shunaqa modellar yasab, aynan shu joylardan savdoga kirishga chiroyli modellar yasab beradi. Ko'pchilik o'sha joyda savdoga kirishga harakat qiladi va ozgina ishlab bergandan keyin kimdir stopni suradi bezubыток, kimdir surmaydi bezubыток, lekin ko'pchilik baribir surmaydi. Endi bu gap ochiq, kimdir umuman stop ham qo'ymaydi. Va shu joyda kirgan, savdoga kirgan odamlar, shu joyga savdoga kirgan treyderlar aynan shu akula uchun, fondlar uchun bir likvidность bo'ladi va o'shalarni hisobida banklar o'zini anaqasini to'ldiradi. 2 soat ham bo'ldi, yigitlar, qizlar, o'rtoqlar, hammalarga rahmat. Vaqt o'tib ketganini ham sezmay qoldim. Gap ochiq. O'zi to'g'risini aytsam, gapirib berish hali rosa ma'lumotlar ko'p. Mayli, o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Salomat bo'linglar, omon bo'linglar.